Rahmat. Jalloh sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Ham mehnatlarni rohatini bu dunyoda ko'ringlar. Katta hojilarga boringlar. Menga o'xshaganlarni hojatini chiqarib, iloyim yaxshi yuravering. 7 yil bo'ldimi? 10 yil atrof. Ha, boshlangandan beri 10 yil bo'ldi. Boshlangan. O'sha boshlangan paytda yuzingizda qanaqa og'riqlar bo'lgan? Birinchi og'rigan paytda. Birinchi yomon ashi miyamga hali tok urgandek og'riyar edi. Qo'qonga borib davolanganman, qatnab. Farg'onada Chishitdagi mulkimni qirqib, jinga tomirchasini olib qo'yadi. Shu bilan 1 yil yaxshi yuraman. Keyin yana vaqtida yana boraman. Keyin borsam, keyin o'sha ham bo'lmay qoldi-da. Oxirida og'rish to'xtamaydi. Harga 40 yil bo'lsa bo'lmaydi ekan-da u. Keyin ular ko'nishmadi. Rosa qiynalib yurdim. Dorilar ta'sir qildimi? Ta'sir o'sha og'riq qoldiradi. Yana vaqt kelsa 3 mahal ichaman. 6 soat, 7 soatga ta'sir qiladi. Yana og'riq kuchlidan yana ichaman. Oxirgi payt dori ta'sir qilishi qanaqa bo'lib qoldi? Ta'sir qilmay qoldi. O'zingizga o'xshab shu dard bilan og'rigan bemorlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Shu adresda aytib, o'sha yerga boringlar, davolaninglar, qiynalib yurmanglar deyardim. Rahmat. Jalloh sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Ham mehnatlarni rohatini bu dunyoda ko'ringlar. Katta hojilarga boringlar. Menga o'xshaganlarni hojatini chiqarib, iloyim yaxshi yuravering. Ishlaringga omad tilayman. Umrlar uzoq, sizlar ulug' bo'lsin. Bolajonlaring ham tanijoni sog' bo'lsin, doim baxtli bo'linglar. Rahmat. Alloh akbar. Yashanglar, rahmat.